Nafsa mulhima. Nafsa ammoradan pushaymonlik his etib, nafsi lavvomaga yuksalgan mo'min bu bosqichda ham tavba va istig'forga yuz tutadi. Gunohlardan saqlangan holda ma'naviy irshodga ko'ngil beradi. Nafsga qarshi mujohada ila nafsi mulhima martabasiga erishadi. Banda bu martabada Allohning lutfi ila yaxshilik va yomonlikni hassos bir suratda ajrata olish va shahvoniy tuyg'ularning haddan oshishiga qarshi turish qat'iyatiga erishadi. Qalbni Allohdan g'ofil qiladigan har bir narsadan uzoqlashadi. U endi xalq nazaridan ko'ra haq nazaridagi mavqeining andishasi bilan to'ladi. Qalbidagi iymon haqiqatlari kashf bo'lish holiga keladi. Nafsning bu martabasi Qur'oni Karimdagi va nafs bilan va uning mukammal qilinishi bilan qasam. Shams surasi 7-8 oyatlariga asoslanib mulhima deb nomlanadi. Nafsi mulhima ilhomga ega bo'lgan nafsdir. Nafsning bu bosqichida istiqomatda bo'lganlar ilohiy amr va taqiqlarga yashirin rioya etish barokati ila laduniy haqiqatlardan, ma'rifat va kashfdan biroz nasibador bo'la boshlaydilar. Banda ishq ila ruhlar olamiga yo'nalgan bir holga keladi. Tarafi ilohiydan ba'zi ilhomlarga va qisman rabboniy shabadalarga ega bo'la oladigan bir holga yetishadi. Lekin bu ilhom shabadalarining rahmoniy bo'lmaganini anglab olish uchun bir ma'naviy rahbarning nazoratiga ehtiyoj tug'iladi. Zero bu mujohadada nafs yengilayotgan va sultoniy ruh g'olib kelayotgan bo'lsa ham, u qalbni band qilishda davom etadi. Yashirin hiyla va vasvasalar ila sultoniy ruhni mavqeidan tushirishga harakat qiladi. Shu sabab mulhima martabasidagilarning janobi haqqa tavakkul va taslimiyatlari komil ma'noda emasdir. Ya'ni bu paytda zohiriy va fe'liy kamolot hanuz botinda haqiqatlashmagan bo'ladi. Yomon va xunuk sifatlar fe'l atvorda ko'rinmasa ham, ular hali bu martaba sohibini butunlay tark etmagan bo'ladi. Zohiriy sabab va illatlar olamidan hanuz haqiqat iqlimiga ko'chib o'tilmagani sababli taraddud, diqqat bo'lish, yurak siqilishi, vahima va xo'shqillik holatlari bo'lib turadi. Hali taslimiyatning huzur va saodatiga erishilmagan bo'ladi. Ko'ngillar bugunning va kelajakning orzu istaklariga bog'liq yo'llarning istirobida qoladilar. Bugunning rizqiga noil bo'lgan bo'lsalar-da, ertangi rizqlarining o'ylovi ichida yashaydilar. Zohiran Janobi Haqning Razzoq sifatini qabul qilsalar ham, qalblaridagi andisha ila o'zlari sezmagan holda Alloh taoloning mazkur sifatiga ishonchsizlik holatiga tushadilar. Bunday vaziyatda Alloh taoloning taqdiriga rizolik, unga taslimiyat va tavakkul taqlidiy bir shaklda qoladi. Ular hanuz buni qalban tasdiqlay olmaydilar. Biroq bu bosqichda nafsning xohishlarini tark etib, uni imkon qadar tarbiyalashga muvaffaq bo'ladilar. Biroq hayvoniy ruh mag'lub bo'lgan bo'lsa ham, hali sultoniy ruhga xos, sof va go'zal axloq to'liq shaklda barqaror holga kela olmaydi. Chunki nafs istaklari va nafsiga ma'qul kelmaganlarini tark etishning riyozat va mujohadaning o'zi bilan go'zal axloqni singdirib bo'lmaydi. Bular bilan birgalikda zikrullohga ham ehtiyoj borligini unutmaslik kerakdir. Agar qalb dunyoviy andisha va jo'shqin hislarga bandlar bo'lsa,
zikrning safosiga va qalb xotirjamligiga erishib bo'lmaydi. Zikrullohning odobiga rioya qilishdi. Ahlullohning ma'naviy irshodi va rahbarligi zarur bo'ladi. Qachonki banda bir davo yo boshqa bir maqsad ila emas, chuqur bir zavq va lazzat holida, ishq hamda vajh ichida Robbini zikr qila boshlasa, u shu lahzalarda zikrining haqiqiy safosiga noil bo'ladi. Ayni damda Rabboniy ilhomlar orqali koinotning sirlaridan voqif bo'ladi. Bu yerda tajalli etgan ilohiy qudrat oqimlaridan hayratga tushadi. Ko'ngli xotirjam tortadi. Janobi Haq Robbingning yo'liga hikmat va chiroyli ma'viza bilan chaqir. Nahl surasi 125-oyat deya marhamat qilgan oyatidan hissa oladi. So'zlari go'zal va hikmatli bo'la boshlaydi. Chunki u endi Alloh taoloning ilhom ila siylangan bandalari qatoriga o'tadi. Mana shu holga yetgandan so'ng hayvoniy ruh, nafs, sultoniy ruhning amrlariga bo'ysunish orqali salbiy sifatlarining ig'vosidan qutula boshlaydi. Unda sabr, toqat va bag'rikenglik sifatlari kuchayadi. Tavozi, qanoat va jo'mardlik yuqori darajaga yetadi. Biroq bu martabadagi nafs sohibi men shunday bir darajaga erishdim degan faxrlanish tuyg'usiga beriladi. Shu g'aflati sabab kibr va manmanlik kabi salbiy sifatlaridan xoli bo'la olmaydi. Shu bois nafsi mulhimadagi bir mo'min doimo ilohiy mushohada ostida ekanini bilib, hol va axloqida tavozi hamda foniylik tuyg'usini kuchaytirishi lozimdir. Dunyo hayotiga, oxirat xayolidan uzoqlashmay nazar sola olish ufqiga yetmog'i zarur. So'ng shu holda o'lim haqida tafakkur qilishning yetukligiga yo'nalmog'i kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'limni ko'p eslang, chunki o'limni eslash insonni gunohlardan poklaydi, dunyoga zohid qilib qo'yadi. Agar boyligingizda uni eslasangiz, boylikning ofatlarini ketkazadi. Agar faqirlikda eslasangiz, hayotingiz bilan xushnud qiladi. Suyuti Jami'us Sag'ir 1. Nafsi ana shu martabaga yetgan solihlardan bo'lgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu quyidagicha nasihat qiladilar. Hisobga chaqirilmasingizdan avval o'zingizni hisobga torting. Amallaringiz ilohiy tarozida tortilmasdan oldin ularni o'zingiz tarozida torting. Hech bir amalingiz sirligicha qolmaydigan Janobi Haqning huzuriga bormay turib, u buyuk mahkamaga hozirlaning. Shubhasiz, dunyodalik vaqtida nafsini hisob-kitob qilgan odam uchun qiyomat kunidagi hisob oson bo'lur.